Assalomu alaykum, ana xudo xolasa. Ishlarni bitirib oldik, besparod bo'ldi. Zamoklar, maylik zamoklarni qo'yib strechlar, partidor qilib, dabor qilib berdik. Asosisi. Mana. Xolasa, ishimiz bitdi, xudo xolasa. Ularni atkozlarni ham chiroyli qo'ldan kelgancha o'rab berdik. 3 taraq urib. Derazalarni o'xshatishga harakat qildik mana. Ichkari holat. Derazalarga ham oqayna qo'yib berdik. Ularga ham nalifga qadab bulardan 5 framok qilib berdik. 225 lik eshik, 90 lik eshik 5 framoklar qilinsa, kaltaroq bo'lib qoladi. Men maslahatim 230 gacha 5 framok qilsa, eshik uzun, chiroyli, bagati ko'rinadi. Tillalarga yopishtirib, tillaga zamoklarni moslab beraman. Tilla chiqmaydi bu, magnitli zamok. Bu tarafda metall bor, metalliga o'zi tortib oladi. Mana yerda ham bitta eshik qo'yib berdik, buni ham. Oshmoshlarni ham o'ziga moslab tilladan qo'yib berdik. Oqqa tilla qilib, tashqaridan holatni. Mana yerda eshigimiz bor. Polvonjon qochib turing, bu tarafga o'ting. Mana xohlasa bu yoqqa ham bitta eshik qo'ydik. Buni ham daburlari bilan qo'yib berdik. Bunisining daburi 50 roq. Masofasi. Remontdan keyin chiroyli bo'lib qoladi-da. O'qitda, qochib turingchi. Remontdan keyin yana bir ko'zga tashlanadi. Kimga shunaqa eshiklar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, cho'tkilar qo'ldan kelgancha endi ularimizni ko'rsatib beramiz.